Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Yoshlar ovozi yangi programma elib olmoqda. Har qanday sohalarda faoliyat elib berayotgan aka hadlarimizni, yoshlarimizni studiyamizga taklif qilamiz. Marhamat. Biz bilan hamsuhbat bo'linglar. Xalqimizga, elimizga, yoshlarimizga tilimizni, dinimizni, milliy urf-odatlarimizni miros etqimiz kelsa, etar mas'ulingiz bo'lsa, marhamat. Biz sizlarni kutamiz. Hozirgi qiyin zamonlarda xalqimizning ish o'rni bilan ta'minlashni o'ylashtiryapmiz. Bo'sh ish o'rin haqida ma'lumot bersanglar e'lon qilamiz. Bugun bizning mehmonda prodyuser, yozuvchi ham Atur Production'dan baş rəhbəri Atur aka İlaxunov. Atur aka, xoş gəlibsiz. Assalamu alaykum. Atur aka, endi sual soraqdan burun özünüzü tanıştırıb etgan bolsanız. Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men 1974-yili Uyg'ur nahiyasining Avadiyasida dunyoga keldim. O'sha yerda Izm Iskandar nomidagi Uyg'ur o'rta maktabini tamomladim. U yerdan keyin 1991-yili Olmota davlatlik universitetiga filologiya fakultetining Uyg'ur tili bo'limiga, Uyg'ur tili va adabiyoti bo'limiga o'qishga tushib, o'sha yerda 5 yil o'qib, ondan 3-4 yil shu o'zimning kasbim, muallimlik kasbimni yetmadim. Keyin u shu 90-yillar bo'lsa kerak shunday bir vaqtga tushib qoldik. U yerdan maktabdan chiqib, undan keyin sotsial ishlarga ketishga majbur bo'ldik. O'zingizning asosiy kasbingiz to'g'risida aytib ketsangiz. Men boya dedim, endi mening asosiy kasbim asli Uyg'ur tili va adabiyoti fanidagi muallim. Endi naqshi etishni asosiy kasb etida qarashga bo'lamdi. Bu demakchi bo'lganimiz, hozirgi yoshlarimiz o'zlarining nurg'un vaqtini yangi naqsh yezish uchun sarf qiladi. Endi u naqshchi degan asli o'zi bir kasb. Agar u haqiqiy naqshchi bo'lsa, shu ijod qilingan naqshni xalqning qalbiga yetkazadigan inson u naqshchi, u menimcha bo'lsa bu kasb egasi u. Endi naqshatdim deblar, naqsh yozdim deb chiqiriblar, uni qanday bo'lsa shunday aytayotgan u naqshchi deb hisoblashga menimcha to'g'ri bo'lmaydi. Endi Atur aka, mushu tongda yosh naqshlarimiz faqat muhabbat haqida naqshlarni ko'p aytmoqda. Hozirgi vaqtda yoshlarimiz millatning milliy ruhini ko'taradigan, birlikka ham o'mlikka elib keladigan motivatsiyalik naqshlarni nimishga aytmaydi. Yoshlarimiz milliy ruhini ko'tarish uchun faqat millat to'g'riliq naqshi ijod qilganimiz yetarli. Men o'ylaymanki, hozirgi vaqtda bizning yoshlarimiz ham tabiiyki, ular yoshlar bo'lgan ekan, u sevgi muhabbat temisi ularning ijodiyatida birinchi navbatda mavjud mening farazimda. Endi millatning ruhini uyg'otadigan naqshlar hozirgi haqiqatan rost sal oz qolyapti. Mushu topda hozirgi bizga kerakligi menimcha bo'lsa xalqimizniki, millatimizning, yoshlarimizni bo'libmi milliy g'ururini ko'taradigan ijodiy naqshlar ko'plab kerakmikin degan o'yim bor. Chunki bizga hozir bizning qalbimizni shunday naqshlar yo'ritalaydi, qalbimizga bir ruhiy oziq beradi deb o'ylayman. Bizning milliylikka, bizniki milliy g'ururimizga shuni bir oziq beradigan naqshlar bor deb o'ylayman. Ham shundaqla kelajakda undaq naqshlar ijod qilindi deb o'ylayman. Yangi naqshni ijod qilgan chog'da shu naqshning va matni bilan muzikasini tekshiradigan kishilar bormi? Bor bo'lsin, kim bo'ladi? Bu bir savol bo'ldi albatta. Hozir yangi naqshlar ko'plab yozilyapti, albatta nurg'un naqshlar yoshlarimiz bo'lsin, kim bo'lsin, nurg'un ijodiyat qilib ijodiy naqshlar yozilib chiqyapti, yo'q ko'ryapti. Burungi sovetniki, masalan, kengash vaqtida kelsak,
vaqtlarda karakteristik sovet yana shu naqshlarning matnini, muzikasini, melodiyalarini tekshirib, onunga ruxsatnomalarni beradigan bir bölümler bo'lgan. Hozir undaq bölümler yo'q. Tamamen har kim o'z oldiga ijodiy ishlab, o'zining naqshisini o'zi chiqib, shu masalada sal mesele kelganda biz aciz bo'lyapmiz deb o'ylayman. Bizniki bo'libmi shu yo'l naqshlarda naqsh matnini, melodiyalarini bir aglakdan, g'alvirdan o'tkazib, undan keyin yorib chiqarilgan ishlar bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ammo hozircha bu ishlar qo'lga ilinmadi deyishman. Uyg'ur tarixiy spektakl qo'yish o'ylanadi bormi? Ras bu karantin, pandemiya deb bizniki konsertimiz 2 kunlik qaror qilganda to'xtatildi. Biz o ssenariy butunlay konsert tayyor, hozir shu taqdim tayyor turdi. Endi kelajakda bu tarixiy bir spektakl qo'yish rasmiy inson biz uni nurg'un o'ylamadi. Chunki u birinchidan ko'plagan xarajatni talab qildi. Endi hozirgi vaqtda Cumhuriyetlik Uyg'ur akademik teatri ko'plagan spektakllarni, xalqimizning tarixiga oid spektakllarni qo'yyapti. Ularniki kasbiy darajasi albatta ustun. Bizning birdan-bir teatrimiz. Hazırlıkla endi yana bir savol. Arturo Production to'g'risida bir ma'lumot berib ketsiniz. Bu 2012-yili Arturo Production o'zining birinchi filmini tushirdi, Mulk dunyoda. Ko'p tomoshalar ko'p deb o'ylaymiz. Shu filmni tushirish jarayonida biz Star Studio'ning nomini Arturo Production'ga yo'tkazdik. Shuning bilan 2013-yili Arturo Production bu yo'riqqa chiqdi. Yosh talantlarni qanday izlashsiz? Yosh talantlarni biz endi hozirgi texnikniki, internetniki, deymiz, to'rbatlarniki taraqqiy etgan vaqtda biz ularniki naqshlarini, mayli MP3 bo'lsin, video nusxalar bo'lsin, shularni ko'rib, shulardan tinchab, qarab, ilg'ab olamiz. Sizga bizning ilib kelayotgan programmamiz yoqdimi, Atir aka? Albatta, endi men o'ylaymanki, men bir Kurash Kusanning bir so'ziga har qachon amal qilganni yaxshi ko'raman. Uning so'zi bo'yicha qildim rost, qilman yolg'on degan so'z bor. Bizning hozirgi vaqtimizda, bizning yoshlarimiz uchun, bizning millatimiz uchun har qanday narsani amaliyotda ko'rsatgan ela deb o'ylayman. Chunki so'z bilan uni qilaman, qilishim kerak degan boshqa, ammo amaliyotda uni amalga oshirib xalqqa tavsiya qilish menimcha bu bir yoshlarning ichidan o'zlari qaynab chiqib qo'yotgan yoshlarni men botir deb hisoblayman. Chunki bizga bu bir kerak, hozirgi vaqtda bu kerak narsalarimiz bizning tilimizga, bizning san'atimizga, bizniki kelajak avlodlarimizga bu narsalarni hammasi kerak. Men o'ylayman, karvon manga tuzildi. Chunki her narsa kichik narsaning boshida. Kichik narsa ulug'vor bir g'oyalar, millatni sevgan, yuragida haqiqatan milliy g'urur bor insonlar biriga o'y fikri, tafakkuri biriga yig'ilganda, u kichkina narsalar ko'payib cho'ng bir tomchi bo'lsa, oxirida bir dengizga aylanadi deb o'ylayman. Men bugun xursand bo'ldim. Rahmat shu programmalarni taklif qilib suhbatga tortganlarga. Men shaxsan o'zimniki kollektiv Arturo Production nomidan sizlarga rahmat aytaman. Shundaqla sizlarga ijodiy utuq tilayman. Sizlarning shu millatimiz yo'lida qilayotgan ishlaringlar Alloh xolsa o'ziniki bir natijasini bir bersin. Chiqib sizlarga utuq tilayman.
Rahmat. Rahmet Artur aka, rahmet. Endi qimmatli vaqtingizni bo'lib bizning studiyamizga kelib suhbat berganingizga sizga ko'p rahmat. Sizga oilaviy baxt, tinchlik tilaymiz. İşleringizga qutuq omadlar bo'lsin, berekatli bo'lsin. Endi dasturlar qachon berekatli bo'lsin. Artur Production endi teatrlar qachon ko'tarilaverib, alg'masin, cho'ng futlarga yetsin. Mushu suhbatda bizning yoshlarimizga naqadar foydasi tegadi deb umidlanamiz. Biroz vaqtdan o'tgandan keyin xulosaida ko'rsatamiz. Kasbni durust tanlamay, o'qish o'rinini tamomlab, diplomni sanduqqa silib qo'yib, qaysi ishning besh tutishni bilmay yurgan yoshlarimiz ko'p. Shuning uchun qaysi kasbni tanlagan durust, qayerda ishlagan foydali degan savollaringlar bo'lsa, maslahat berishga bizning maqsadimiz. Sizlarga ko'p rahmat. Diqqatingizga rahmat.